Kuperoz bu yuz terisidagi mayda kapillyar tomirlarni kengayishi va teridagi qizil hamda ko'kimtir qon tomirlariga aytiladi. Nima sababdan paydo bo'ladi? Qon tomirlari zaifligi, bu tug'ma bo'lishi ham mumkin. Terini sezuvchanligi hamda terini o'ta quruq hamda yupqa bo'lishidan paydo bo'ladi. Kuperozni belgilari yuzda qizarish, mayda qizil tomirchalarni tepaga yuz terisiga chiqib qolishligi, terini sezgirligini oshishi, issiq va sovuqda qizarib ketishligi bilan ko'rinadi. Kuperozni davolash birinchi o'rinda to'g'ri parvarish. Albatta, quyoshda ultrabinafsha nurlaridan saqlanish. Buning uchun обязательно har kuni SPFdan foydalanish. Kuperoz ko'proq burun, yanoqlarda bo'ladi. Kuperozni kremlar bilan to'liq davolab bo'lmaydi. Buni kosmetologik muolajalarda lazer terapiya hamda mezoterapiyalar orqali davolasa bo'ladi. Bizda reklama emas, natija kuchli.